Hozirgi mavzuimiz islom banklari, bank kartalari, kredit kartalari va bankomatlarning ishlash tartibi. Rejamiz: islom banklari faoliyatining umumiy tamoyillari, islom bank kartalarining mohiyati va ishlash tartibi, kredit kartalari va bankomatlar ishlash xususiyatlari. Islom banki islomiy moliya, arabcha yoki shariatga muvofiq moliya. Bu shariat, islom qonunlari va uni islom iqtisodiyotini rivojlantirish orqali amalga qo'llashga mos keladigan bank yoki moliyalashtirish faoliyati. Islomiy bank yoki moliyaning ba'zi usullari orasida mudarabah, foydani taqsimlash va zarar ko'rish, va'da xavfni saqlash, musharaka, qo'shma korxona, murabaha, narx plyus va ijara, lizing kiradi. Shariatda barcha qarzlar bo'yicha to'lanadigan foiz sifatida ta'riflangan ribani yoki sudxo'rlikni taqiqlaydi. Garchi ba'zi musulmonlar foiz ribaga teng ekanligi to'g'risidagi yakdil fikri bormi yoki yo'qmi deb bahslashsa ham, islom tamoyillariga zid deb hisoblangan, masalan, cho'chqa go'shti yoki spirtli ichimliklar, tovarlar yoki xizmatlar ko'rsatadigan korxonalarga sarmoya kiritish ham harom, gunoh va man etilgan. Islom bank kartalarining mohiyati va ishlash tartibi. Islom bank kartasining mohiyati. Islom bank kartasi bu shariat qonunlariga mos ravishda ishlab chiqilgan to'lov vositasi bo'lib, u orqali mijozlar o'z hisobvarag'idagi mablag'lardan foizsiz foydalanadi. Bu kartalar ribo, foiz asosida ishlamaydi. Ularning maqsadi to'lov va hisob-kitoblarni halol yo'l bilan amalga oshirishdir. Islomiy bank kartalari faqat haqiqiy mablag' asosida ishlaydi, ya'ni karta egalari faqat o'z hisobidan mavjud pulni ishlatishadi. Islom bank kartalarining turlari. Islom banklari odatda quyidagi turdagi kartalarni taklif qilishadi: debit hisob-kitob kartasi, mijoz o'z hisobvarag'idagi puldan foydalanadi. Naqdiy to'lov qilish xizmatlari uchun to'lov amalga oshiriladi. Foiz yoki ortiqcha haq olinmaydi. Islomiy kredit kartasi halol kredit kartadir. An'anaviy kredit karta kabi foiz bilan ishlamaydi. Mijoz tovarni muddatli to'lov, murabaha yoki ijara asosida oladi. Foyda bank bilan oldindan kelishilgan savdo narxidan olinadi, foiz sifatida emas. Oldindan to'ldiriladigan karta prepaid card. Mijoz oldindan kartaga ma'lum miqdorda pul yuklaydi. Keyinchalik shu mablag' doirasida to'lovlar amalga oshiriladi. Hech qanday foiz yoki ortiqcha to'lov yo'q. Bu kartalarning ishlash tartibi. Islom bank kartalari an'anaviy to'lov tizimlari kabi ishlaydi, lekin foizli amaliyotlardan butunlay xoli. Mijoz bankda hisob ochadi va kartani oladi. Bank kartaga mijozning o'z mablag'ini joylashtiradi. Mijoz to'lov, xarid yoki xizmat uchun karta orqali hisob-kitob qiladi. Barcha tranzaksiyalar shariat kengashi tomonidan tasdiqlangan tizim orqali o'tadi. Bank mijozdan faqat xizmat haqi, operatsion to'lov olishi mumkin, lekin foiz undirilmaydi. Bu yerda o'z islom bank kartasining ko'rinishini ko'rishimiz mumkin. Islomiy tamoyillarga muvofiqligi. Islom bank kartalari quyidagi shariat qoidalariga mos bo'lishi kerak: ribo yo'q, g'arar yo'q, qimor yoki harom faoliyat bilan bog'lanmagan, bitimlar real tovar yoki xizmatga asoslangan. Islom bankomatlari bu shariatga mos bank xizmatlarini taqdim etuvchi avtomatlashtirilgan qurilmalardir. Ular mijozlarga naqd pul yechish, balansni tekshirish, to'lovlar amalga oshirish va boshqa amaliyotlarni foizsiz tizim asosida bajarish imkonini beradi. Uning islomiy tamoyillarga mos ishlashi. Islom bankomatlari faoliyati quyidagi shariat qoidalariga asoslanadi. Foiz, ribo asosida hech qanday operatsiya amalga oshirilmaydi. Harom sohalar bilan bog'liq to'lovlar bloklanadi. Mijozning mablag'i faqat halol yo'llar bilan ishlatiladi. Faqat
barcha operatsiyalar shariat kengashi nazorati ostida o'tadi. Uning asosiy funksiyalari: Islom bankomatlari quyidagi xizmatlarni ko'rsatadi: naqd pul yechish foizsiz, mijoz o'z hisobidagi mablag'ni yechadi. Bank bu uchun faqat xizmat haqi olishi mumkin. Balans va hisob varag'i ma'lumotlarini ko'rish, kartadan kartaga pul o'tkazish, shariat asosidagi halol operatsiyalar uchun hisob-kitob to'lovlari, kommunal mobil o'qish haqqi va boshqalar faqat halol faoliyat yo'nalishlari uchun foizli operatsiyalar yo'qligi. An'anaviy bankomatlardan farqli ravishda islom bankomatlari kredit foizi yoki overdraft xizmatini taklif etmaydi. Mijoz o'z hisobidagi haqiqiy mablag' bilan cheklanadi.